Bu post ostiga qo'yiladigan sovg'ani ko'rsatib o'tmoqchiman. Shartlari juda oddiy bo'ladi. Norka nimcha kerak emas menga palnasenni, yoshini katta ko'rsatib qo'yadi. Nima qo'yishni bilmayotgan bo'lsanglar, tilla qo'ysam ko'rinmaydi deyotgan bo'lsanglar, bugun sizlar uchun Turkiyaning Istanbul shahridan yangi tovarlarimga keldi. Obzorda turistik tovarlarimni ko'ramiz. Qani bismillah. Avgust-sentyabrgacha obzor o'zim qilib turaman. Bundan buyog'iga xudo xolisa Ibrohim akam o'zlaridan ko'rasiz obzor. Misoldan har oyda bizga palagasamizni, bola chaqamizni hammamizga berib turibdi. Obzor yo'qotgan bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar, yoqdi, yoqmadi. Sizlar bilan yangi kelgan tovarlarimni ko'ramiz. Bizda alkantarolarimiz kelgan, har xil rangda. Choy, un, har oyda xo'jalikka ikkitadan araq ham berib turibdi hozir. Ranglarni, razmerlarni ko'ramiz. Bulardan yana faktor keldi, juda ko'pchilik so'rashgan edi. Ulardan qolmay qolgan edi. Toza Chernoburga qo'yilgan qo'llariga. Alkantarosi ham toza. Alkantaro nima deydiganlar uchun buni sostavida lamasi bo'ladi, paxta bo'ladi, ipak bo'ladi. Materiali ham toza narsalardan qilingan. Xuddi shundan xudo xolisa razmerlar bor. Keyingi rangini ko'ramiz. Hozir sarpa sezoni bilasizlar. Kelinlarga mana bunaqa och rangli Chernoburkalar olib bersanglar, kelinning onasiga xudolarga xudo xolisa qo'ydilarga mana shunaqa alkantarolar ham kelgan. Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Bitta qo'zg'og'ini ovozingizni o'chiring. Nima qo'yishni bilmayotgan bo'lsanglar, tilla qo'ysam ko'rinmaydi deyotgan bo'lsanglar, yana mana shunaqa narsalar qo'ysanglar bo'ladi. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Narxi unaqa qimmat chiqmaydi. Sifatlari, narxlari zo'r. Keyingisini ko'ramiz. Xuddi shuni boshqa rangi ham bor. Bu ko'proq shu o'rta yoshlilarga, yosh kattalarga yaxshi keladigan narsa. Alkantaro. Отделкаларni ko'rsanglar bo'ladi, hammasi original. Uzunligi 75 sm, 80 sm atrofida. Ikki xil rangidan bor ekan. Sarpaga qo'yishga nimcha so'raganlar ko'p edi. Arzonroq. Norka nimcha kerak emas menga palnasenni, yoshini katta ko'rsatib qo'yadi. Молодежный nimchalaringlar bormi deb ko'pchilik so'rashgan edi. Xudo xolisa nimchalarimdan keldi. Kelib, ulgurib xarid qilsanglar bo'ladi. Bularni ham xudo xolisa chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Razmerlardan xavotir olmasanglar bo'ladi. Har kuni soat 8 da prямой efirlarimiz bo'ladi. Prямой efirlarda ham qatnashib o'tinglar. Qora ranglisi, xuddi shuni qorasi. Narxlarni topib qo'yinglar. Bunaqasi keyin kam bo'ladi. Bu yerda shunaqa hammasi alkantaro. Keyingi korobkamizni ko'ramiz. O'zda ham qiziq narsalar bo'lishi kerak. Alkantarodan katta razmerlaridan ham kelgan. Razmerini ko'ramiz hozirlar bilan. 7XL, 8XL razmer kerak desanglar, katta razmerlari ham bor. Bu qora ranglisi. Bu rasvetkasini ko'rdik. Bu rasvetkasidan ham razmerlar bor. Eng ko'p sotilgan rasvetkalardan bittasi degani ko'ramiz. Faqat bu post emas, boshqa postlardan ham aktiv bo'lishni unutmaysizlar. Har bitta post ostida bizda sovg'alar o'ynaladi. Faqat chegirma bilan emas, sovg'alar bilan ham xudo xolisa xursand qilamiz sizlarni. Oq rangidan ham kelgan, juda chiroyli. Kiyganda yarashimli bo'lib turadi. Bezurkafkadan mana shunaqa izumrud rangidan ham kelgan. Ranglari juda chiroyli chiqqan, neobычный. Qora nimchani ko'rsatdik. Qora nimchadan ham katta razmerlaridan bor. Katta razmer, kichkina razmer hammasidan kelgan. Xo'p, bu yerda yana qanaqasidan bor? Hozircha faqat shularimiz. Sizlarga yana bitta yangiligimiz bor. Bu post ostiga qo'yiladigan sovg'ani ko'rsatib o'tmoqchiman. Qora kurtkamizda qo'yilgan xudo xolisa. So'k yoqali, norkali qilingan. Sotib olaman desanglar, sotuvda ham bor, ranglari ham bor. Shartlari juda oddiy bo'ladi. Bu videomizni kim eng ko'p do'stiga tarqatsa, kim ko'p komment yozsa, kim aktiv bo'lsa, o'sha aktiv bo'lgan 10 ta inson orasida aniqlab olamiz g'oliblarni. Bajargan shartlarni bizga direktga o'tib yozib qo'yasizlar. Nechta odamga jo'natdinglar, nechta komment yozdinglar. Xudo xolisa g'olibni prямой efirda aniqlaymiz. Hammaga omad.